$60,900 ga aylangan Dosan texnikamizni hozir sizlarga maydalab ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bojxona to'lovlarigacha ponni batafsil narx-navosi bilan gapirib beraman. Xo'p, Dosan texnikamiz 2022-yil vodiyga o'zimizning mijozimizga sotildi. Komplektida 360 adapter, qisqichi hamda 3 ta kovushi bor edi, lekin mijozimizning taklifiga binoan yana $1,900 ga bitta yangi atboynik hamda bitta tirnoq qo'shib berdik. Shunda jami $60,900 ga ushbu texnikamiz aylandi. Yili yangi, 2022-yil. 3 yoshga to'lmagan. 3 yoshga to'lmagani sabab bu texnikamizga bojxona to'lovi oz chiqadi, ya'ni ko'p chiqmaydi. Bu degani $12,000 atrofida ushbu texnikaga qo'shimcha bojxona to'lovi to'lanadi. 2008 soat ishlagan salonini bir ko'rsatamiz. Hammasi a'lo darajada konditsionerlari, ya'ni sovutish, isitish konditsionerlari ishlaydi. O'rindiqlarini ham hatto isitadi, sovutadi. Monitorlari hamma yo'g'i joyida. Texnika a'lo darajada. Tag qismlarini ham ko'rsatamiz. Bir kardallari ham butun, yog' oqmagan, hech qayerdan balonlari ham yaxshi. Xudo xolasa bir necha yil yana qo'shimcha xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Motorini bir ko'rsatamiz. Shlanglari ham butun. Asosiy qismi bilasizlar, texnikani doim motorini tekshirishga harakat qilamiz, chunki motorida shlanglari yorilib ketgan bo'lishi mumkin yoki yog' qo'yib yuborgan joylari bo'ladi. Bu texnikamizda esa hech qanday unaqa nuqsonlari yo'q. Bugun 2025-yil 11-aprel sanasi bizda ikkita texnika bor. Bittasi ushbu Dosan 65 talik texnikamiz, vodiylik mijozimizga sotganmiz. Bitta texnikamiz 220 talik, soat 5 da keladi kechkiroq. Samarqand viloyatiga chiqib ketyapti. Bizni RTHS logistik kompaniyamizdan foydalangan holda. Xudo xolasa ushbu texnikani hozir portga olib kirib qo'yamiz. Qolgan nariga 220 talik texnikamiz ham kelgandan keyin ikkalalari birgalikda kemaga yuklanadi va 20 kun, 25 kun davomida xudo xolasa so'nggi manzillariga yetib boradi. Quyidagi telefon raqamlariga murojaat qiling va bizga bog'laning. Ushbu turdagi texnikalarni biz esa sizga yetkazib berishda harakat qilamiz.